Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi mavzumiz metalokeramika va sirkon. Farqi nimada? Farqi shundaki, metalokeramikada tagi metal, usti esa keramika bo'ladi. Qarasangizlar, usti keramika. Sirkoniyda tagi ham metali yo'q, ana sirkoniy materialdan taxlangan. Qarasangizlar, uni turishlari ham boshqacha. Keramikada nima farqi bor desangizlar, bu sirkonda metal bo'lmaydi, metalokeramikada esa keramika bilan metal qo'shilib kelgan bo'ladi. Nima farqi bor desangizlar, ana metalokeramikada ko'k otsinka beradi. Ana qarasangizlar, uni ko'rinib turibdi. Milkka ko'k otsinka beradi, yana qora metalni soyasi urib turadi. Sirkonda metal bo'lmagani uchun ana xuddi o'zingizni tishingizday qora soya bermaydi. Shu sababdan ham ko'pchilik estetichniy, chiroyli chiqsin deb sirkonni qo'ydirishadi. Farqi основной qora soya bermasligida. Metalni soyasi milkka urib turmaydi. Farqi bu sirkoniy, bu esa metalokeramika. Farqi основной milkka turganda temirni soyasi tushib ketaradi. Unda temir bo'lmagani uchun temirni soyasi tushmaydi. Ko'rsangizlar. Chaynoq tishlarda ham sirkoniy qo'yiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan doktor Ahmadova.